Zulm və onun ictimai həyatdakı təsiri. Abduri Muhammed Yusuf. Zulm sözünün lüğətdəki mənası bir nərsini öz ornuna qoymaslıq, işlarni layiq bo'lgan şəkildə qılmaslıq deganlik bo'lib, qısqası qilishqa tegishli ishni joyida qilmaslik və uni boshqacha qilish zulmdur. İslam atalğısida haqsızlıq qilish, nahaq ish qilish, uvol qilish degan ma'nolarni bildirdi. Umuman aytganda, zulm adolatning aksi bo'lib, barliq adolatsizlik va haqsizlik turlarining hammasini o'z ichiga oldi. Ammo zulm so'zidan mas'ullarning qo'l ostidagilarga va hukumatlarning xalqqa zulm qilinishini tushunish cho'ng xatolikdir. Chunki zulmning turlari intayin ko'p bo'lib, hayotlikning hamma sohalarida va insonlarning nurg'unlagan ish harakatlarida gap so'zlardagidek ko'rilib turadi. Zulm qilish qat'iy haromdir. Allah Taala zulmning hamma turini cheklagan bo'lib, zulm qiluvchilar cho'qim jazosini topadi. Allah Taala Qur'on Karimda butun insoniyatga qaratib, sizlardan kimki zulm qiladi ekan, uningga biz cho'ng azobni tetdimiz degan. Payg'ambar alayhissalom: zulm qilishdan saqlaninglar, chunki zulm qiyomat kunida zulmatlarga aylandi degan. O'ylamalar bu yerdagi zulmatlarni zulm qilg'uchining yo'lini to'sdigan qarong'uliklar yoki uning beshiga keladigan zo'r qiyinchiliklar deb sharhlagan. O'ylamalar zulmni mundaq uchga bo'lib tushuntirgan. Birinchisi, inson bilan Alloh o'rtasidagi zulmdir. Alloh Taolo bandalariga qat'iy zulm qilmaydi. Ammo insonlar Alloh Taoloning haqqini ado qilmaslik orqali uning haqqiga qarata haqsizlik qiladi. Bu xil zulmning eng cho'ngi Alloh Taologa sherik keltirishdir. O'g'lim Alloh Taologa sherik keltirmagin, chunki sherik keltirish haqiqatan cho'ng gunohdir degan oyat bu xil zulmni ifodalaydi. Ikkinchisi, insonlarning bir-biriga zulm qilishi bo'lib, Alloh Taoloning buni so'zida ifodasini topadi. Ayıplanganlar faqat kishilarga zulm qildigan, yer yuzida nohaq zo'rlik zumbuliq qilganlardir. Ana shularga alamlik azob bor. Üçüncüsü, insanның o'ziga zulm qilishi bo'lib, bu Alloh Taoloning buni so'zida ifodasini topgan. Ondan biz o kitobni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi uning amal qilmay o'ziga zulm qiluvchidir, ba'zisi o'ttir holdir va ba'zisi Allohning irodasi bilan yaxshi ishlarni qilishga aldirg'uchidir. Mana bu katta in'omdir. Zulmning turlari. Birinchi, insonning o'ziga uvol qilishi. Bu dinning va aqlning chek-chegarasidan chetnab ketish va Alloh Taologa osiylik qilish bilan bo'ladi. Shaksizki, insonning Alloh Taologa osiylik qilishi va gunoh masiyatlarni sodir qilishi uning o'ziga o'zi zulm qilganligidir. Kimki Allohning belgilamasidan chiqib ketadi ekan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi degan oyat buni ifodalaydi. Ikkinchi, ata-onalarning bolalarini tarbiyalash ishlarida o'zlarining majburiyatlarini to'liq ado qilmay, ularga uvol qilishi. Ey iymon etganlar, o'zinglarni va bola-chaqanglarni yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan qattiqqo'l farishtalar mas'ul bo'lgan do'zaxdan saqlanglar degan oyat buni ko'rsatadi. Shaksizki, insonlarning o'zini va bola-chaqalarini do'zax azobidan saqlab qolishning birdan-bir chorasi ularni Alloh Taolo ko'rsatgan bo'yicha tarbiyalab chiqib, o'z burchini ado qilishdir. Balalarga kichikidan iymon, islom va axloq o'rgatish, yaxshi tarbiyalab yetishtirish, har xil fanlarda o'qitish, balalar uchun qilish tegishlikning hammasini joyida qilish ata-onalarning burchidir. Ata-onalarning o'z ustidagi farzand haqlarini joyida ado qilmasligi ularning farzandlariga zulm qilganlik bo'lib hisoblanadi. Uchinchi, balalarning ata-onasini qaqshitishi va ularga qadr qilib xizmat qilmasligi. Ularning ata-onasiga qadr qilib xizmat qilmasligi, ularni gap so'zda yoki muomalada ranjitib qo'yishi, ularning ko'ngliga azor beradigan ishlarni sodir qilishi ularga zulm qilganlikdir. Alloh Taolo mundaq deb ko'rsatgan: Rabbing faqat o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga qadr qilib xizmat qilishinglarni farz qildi. Ularning biri ya ikkilisi sizning bilan birga bo'lib yashnab qolgan bo'lsa, ularga uf demagin, ya'ni shunchalik gapnimi qilmagin. Ularga qo'pollik qilmagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga cho'nqur mehribonlik bilan nihoyatda kamtar muomalada bo'lgin.
va ey Rabbim, ular meni kichikligimda mehri bilan tarbiyalagandek, senmi ularga rahmi qilgin degin. Ata-onaga qitirqinib xizmat qilish farzdir. Shunga bu farzni ado qilmaslik yoki ado qilishda kamchilik sodir qilish ata-onaga zulm qilganlikdir. Alloh taolo bu farzni ta'kidlab yana mundaq degan: Ey inson, menga va ata-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. 4. Erning ayoliga zulm qilishi. Er bilan ayol o'ttirsidagi nikoh o'qilgan vaqtdan boshlab ayol erning ustiga omonatdir. Bu omonatni yaxshi qo'llash erning mas'uliyatidir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom erlarga ayollar to'g'riliq tavsiya qilib, ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar, chunki sizlar ularni Allohning omonati bilan oldinglar va ularni Allohning kalimasi bilan o'zinglarga halol qildinglar degan. Erning ayolning haq huquqlarini to'lamasligi, ado qilmasligi, ayolni xorlashi, bo'zaq qilishi uning ayoliga zulm qilganligidir. Payg'ambar alayhissalom ayollar haqida tavsiyalarni qilib, yana mundaq degan: Sizlarning eng yaxshilaringlar o'zlarining ayollari uchun yaxshi bo'lgandir. Sizlarning yaxshilaringlar ayollarni urmaydiganlardir. Erning ayoliga yaxshi muomala qilishi, uning azor bermasligi, butun muhabbati va sevgisini beg'ishlagan holda uningga har ishda mehribonlik ko'rsatishni talab qilindi. 5. Ayolning eriga zulm qilishi. Ayolning erini kuchi yetmaydigan ishlarga zo'rlashi, ehtiyojidan ortiq narsani talab qilishi, boshqalarga erining g'aybatini qilib berishi, tuqqanlariga eri ustidan haqsiz holda shikoyat qilishi, farzandlarini otasidan sovutishi, isrofxo'rlik qilishi, erining amgikini qadrlamasligi qatorliq qilmishlarning hammasi ayolning eriga zulm qilganligidir. Ayolning qanoatlik bo'lishi talab qilindi. Qanoat oilani baxtli qilishning eng asosiy omillaridan biridir. Chunki oila a'zolarida qanoat bo'lib, bag'i shukr qilishni bilsa, bu oila a'zolari haromga qo'l uzatishga majbur bo'lib qolmaydi. Yo'qning jidilini qilishib, bir-birini ranjitmaydi va hamma xushallik ichida hayot kechirdi. Bir psixolog: oilani baxtsiz qiladigan omillar nihoyat ko'pdir, ammo oilani baxtli qiladigan birla omil bor, u bo'lsa-mu qanoatdir degan. 6. Qo'shnilarga azor berish va ularning haqqini ado qilmaslik. Shaksizki, qo'shnilarni bearam qilish, ularga arziyat berish va qo'shnilarlik haqqini ado qilmaslik ularga zulm qilganlikdir. Bir odam payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, uningga: "Ya Rasululloh, bir ayol bor. U namoz o'qiydi, ro'za tutadi va sadiqani ko'p qiladi, lekin qo'shnisiga tili bilan arziyat beradi" deganda, payg'ambar alayhissalom: "U do'zaxga kiradi" degan. Bu hadisda mazkur ayolning qo'shnisiga arziyat yetkazganligi uning do'zax ahlidan bo'lib ketishiga sabab qilib ko'rsatilgan. 7. Baylarning yo'qsullarga zulm qilishi. Qo'l ilkida bor kishilarning o'z urug'-tuqqanlari, qo'shnilari ichidagi yo'qsullarga tegishli haqqini bermasligi, zakot farzini ado qilmasligi, sadiqa, xayri saxovat degandek xalsani yordamlarni tark etishi ularning yo'qsullarga zulm qilganligidir. Chunki zakot, sadiqa, xayri saxovat qatorliqlar yo'qsullarning boylar ustidagi haqlardir. Alloh taolo buni bayon qilib mundaq degan: ularning pul milin tilaydigan va iffatlik bo'lganlikdan tilmaydigan hojatmanga berishga tegishlik muayyan haqqi bor. Shunga qo'l ilkida bor kishilarning zakotlarini ado qilishda va sadiqa, xayri ihsonlarni qilishda yo'qsullarga minnat qilish yoki arziyat yetkazish haqqi yo'qdir. Agar ular zakot yoki sadiqani olg'uchiga minnat qilsa yoki arziyat bersa, bergan zakoti qabul bo'lmaydi. Qilgan sadiqasi inovatsiz bo'ldi. Alloh taolo buningdan ogohlantirib mundaq degan: Ey iymon etganlar, pul milni kishilarga ko'rsatish uchun sadiq qildigan, Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kishiga o'xshash bergan sadiqanglarni minnat qilish va arziyat yetkazish bilan bekor qilib etmanglar. Yaxshi so'z va kechirib o'tish arziyat ergishib keladigan sadiqadan afzaldir.
Reallik şunu isbotladiki, Alloh taolo in'om va sinoq tariqasida ato qilgan mol dunyoni Alloh taologa shukr qilish va muhtojlarning buningdan keyingi haqqini ado qilish yuzasidan jamiyatdagi ehtiyoj egalariga, yetim yesirlarga, faqirlarga, boqquchisi yo'q tullarga, har qaysi sohalarda ilm tahsil qilayotganlarga va o'z xalqining moddiy va ma'naviy jihatlarni taraqqiy qilib yukselishiga sarf qilib turgan boylarning boyliqlari kundan kunga hassilab oshidi va amaliyotdami oshmoqda. Mundaq baylarning Alloh taoloning va insonlarning oldida yuz yo'riq sha'ni shavkatlik bo'ladi. Aksicha boyliqlarni Alloh taoloning in'omi, buningda ehtiyoj egalarining haqqi bor deb tunmasdan, o'z kuchim bilan topdim emasmi? Qadab qaruncha mag'rurlanib, piravincha cho'ngchilik qilib, kerakli jihatlarga sarf qilishdan bexillik qiladigan boylarni Alloh taolo mushu dunyoda o'zi xohlagancha jazolaydi. Bulangchilar, qaraqchilar va mafiyalar tarafidan har xil usullar bilan ichinishli holda o'ltirilayotganlar va boyligidan ansirab o'limni kutib, g'am qayg'u ichida uyqusiz yetayotganlar ana shu bexil boylardir. Ammo sehiy boylar mol dunyosidan ansirmaydi. Balki rahat, huzur ichida hayot surdi. Chunki Alloh taoloni haqiqiy tunigan bu boy bu 6 kunlik olamda yiqqan astul boyligining g'amini yemaydi. Balki Alloh taolaning dargohida bu boylikdan hisob berishning g'amini qiladi. Shunga u boyliqlarni kerakli taraflarga sarf qilishdan hech ikkilanmaydi. Shu sababdanmi uning mol dunyosi barakat bilan ko'payib turdi. Mana bu reallik. 8. Urug' tuqqanlarga zulm qilish. Shaksizki, tuqqandarchilikni davomlashtirmaslik, urug' tuqqanlarga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam qilmaslik ularga zulm qilganlikdir. Chunki tuqqandarchilikni davomlashtirish va urug' tuqqanlar ichidagi moddiy yordamga ehtiyojli bo'lganlarga yordam qilish farzdir. Tuqqanga, miskinga, musofirga berish tegishli haqqini bergin degan oyat buningga ishorat qilindi. Tuqqandarchilikni uzib qo'yish og'ir gunohdir va jannatga kirishga to'salg'idir. Payg'ambar alayhissalom tuqqandarchilikni uzib qo'ygan odam jannatga kirmaydi degan. Tuqqandarchilikning yuqorisi urug' tuqqanlar uchun o'zining mol dunyosini, yuz obro'yini va moddiy va ma'naviy jihatdagi kuchini aymaslikdir. Uning aqallisi ularga chiroyli so'z qilish va tabassum bilan qarashdan iborat. Chunki kishilarga chiroyli so'z qilish va tabassum bilan qarash ham ibodat, ham sadiqadir. 9. Muallimning o'quvchilarga zulm qilishi. Muallimlarning o'quvchilarni yaxshi tarbiyalamasligi, qadr qilib yaxshi o'qitmay ularning umrini zoya qilib o'tishi yoki ularning imtihonni ko'chirib topshirishiga ko'z yumishi yoki o'quvchilar orasida adolatlik bo'lmasdan ba'zi o'quvchilar ko'ngil bo'lib, ba'zi ko'ngil bo'lmasligi va yoki haqsizlik qilib o'z yaxshi ko'rgan o'quvchilarni sinfdan o'tkazib, o'z yoqtirmaydigan o'quvchilarni sinfda qoldirib qo'yishi qatorli qilmishlarning hammasi o'quvchilarga zulm qilganlikdir. 10. Musulmonlarga zulm qilish. Ya'ni musulmonlarni ularning fikr iqimi yoki mazhabi bilan millati sababli chatga qaqish, ularga muomalada adolatsizlik qilish va yoki ularning haq-huquqini dafsanda qilish, tuhmat chaplash, g'ayvat qilish, masxir qilish, haqqini yevilish, aldash, yolg'on guvohlik berish, xiyonat qilish, hasad qilish, laqam qo'yish, aybini izlash qatorli qilmishlarning hammasi ularga zulm qilganlikdir. Bir musulmonning yana bir musulmonga yomonlik qilishi amaliyotda o'ziga yomonlik qilganlikdir. Chunki musulmonlar bir gavdadir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Bir-biringlarga ko'rolmaslik qilishmanglar, bir-biringlarni aldamanglar, bir-biringlarni yomon ko'rmanglar, bir-biringlarga dushman bo'lmanglar, bir-biringlarning sodisini buzmanglar. O'zaro qarindosh bo'lib Allohning yaxshi bandalaridan bo'linglar. Musulman musulmanның qarindishi. Onunğa zulm qilmaydi, onu xo'rlamaydi. Taqvodorlik qalbdadir. Payg'ambar alayhissalom taqvolik qalbdadir degan so'zni 3 qatim takrorlab ta'kidlagan. 11. Musulmon emas kishilarga zulm qilish. Musulmonlar musulmon emas kishilarga yaxshi, adolatlik va to'g'ri muomala qilishga buyurilgan. Barliq muomala turlarida ularga ayrimchilik qilmasdan, haqsizlik qilmasdan, to'g'ri va adolatlik muomala qilish, moddiy va ma'naviy jihatlardan qo'ldan kelishicha ularga insoniy yordam qilishga buyurilgan. Alloh taolo bu haqda bizga tavsiya qilib mundaq degan:
Başqa dindegilərdən sizlər bilən uruş qılmağan və sizlərni yurtunglardan haydab çıxarmağanlarga kelsək, Allah ularga yaxşılıq qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan sizlərni to'smaydi. Şübhisizki, Allah adolat bilan ish qilguvchilarni yoqtirdi. 12. Hayvonlarga zulm qilish. Hayvonlarga ko'tarolmaydigan ig'ir yuklarni ortish. Ularni yaxshi boqmay, och yoki suvsiz qo'yish, urush, qiynash. O'q etish mashqlari nishon qilish, ularni bir-biri bilan so'qishtirish. Masalan, it talashtirish, xo'roz so'qishtirish, qo'chqor so'qishtirish qatorliq qilmishlarning hammasi hayvonlarga zulm qilganlikdir. Hatto hayvonlarni bo'g'izlashdimi qattiq qo'llik qilish cheklandi. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda Allah hamma narsaga rahim shafqat qilishni putivatdi. Mal bo'g'izlaganda yaxshi bo'g'izlanglar, pichoqni ittiq qilinglar va malning jinini qiynamasdan chiqaringlar deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom yana ussuzlikdan qattiq qiynalib ketib, quduqning yendagi ho'l tuproqni yeyishga boshlagan bir ishni ko'rgan. Bir buzuq ayolning itqa ich og'ritganlikdan o'tikini silib, uningga quduqdan suv to'ldirib chiqib, heliqi itni sug'urib qo'yganligi uchun butun gunohlari kechirim qilinib, jannat ahli bo'lib ketganligi. Buning aksicha bir ayolning bir mushukini suv yoki non bermasdan bog'lab qo'yib, uning o'limiga sabab bo'lganligi uchun dozoq ahli bo'lib ketganlik qissasini aytib berish orqali hayvonlarga rahim shafqat qilishning naqadar cho'ng ibodat va diniy ham insoniy majburiyat ekanligi bayon qilib bergan. 13. Yolg'on so'zlash va so'zida turmaslik. Shaksizki, yolg'on so'zlash eng cho'ng haqsizlik va qabih zulmdir. Chunki yolg'on aytgan odam Alloh taolo cheklagan yolg'on so'zni so'zlash bilan o'zini Alloh taoloning azobiga tegishli qilgan bo'ladi. Ham boshqalarning bu yolg'on so'zga ishontirish bilan ularga ziyon zahmat yetkazgan bo'ladi. Bularning har ikkisi qat'iy haromdir. Haqiqiy musulmon odam hargiz yolg'on so'zlamaydi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalomdan musulmon odamning o'g'irlik qilish mumkinmi deb so'ralganda, "Ha, mumkin" deb javob bergan. Musulmon odamning zina qilish mumkinmi deb so'ralganda, "Ha, mumkin" deb javob bergan. Yana musulmon odamning yolg'on aytishi mumkinmi deb so'ralganda, "Yo'q, mumkin emas" deb javob bergan. Shuningdek, so'zi turmaslik va'dalashib qo'ygan odamga qarata qilingan eng cho'ng zulmdir. Chunki va'zi turmagan odam va'dalashib qo'ygan odamning vaqtini isrof qilgan va uning ishonchisini yerda qo'ygan bo'ladi. So'zida turmaslik, va'dasiga xiloflik qilish dunyoda hamma odam o'ch ko'radigan yolg'onchilik bo'lib, bu illat kimda bo'lsa, shu odam yaxshilik kutishga yarmaydigan, ishongil bo'lmaydigan yaramsiz odam hisoblanadi. Bundaq odam o'ziga va boshqalarga nurg'un ziyonlarni keltirdi. Va'daga vafo qilmaslik, lavzi qilgan ishga ega bo'lmaslik iymonning ojizligidan darak beradigan munofiqlik xarakteriga ega yolg'onchilikdir. Payg'ambar alayhissalom munofiqlikning alomatlarini bayon qilib, munofiqlikning belgisi 3 bo'lib, ular yolg'on so'zlash, va'daga xiloflik qilish, omonatga xiyonat qilishdir deb ko'rsatgan. Mana bu 3 ish ishonchni yo'qotishning omilidir. 14. Pora berish yoki pora ilish. Birovga pora berish yoki boshqalardan pora ilish har ikkisi zulmdir. Chunki pora olgan yoki pora bergan odam bu ishni faqat boshqalarning haqiqiy dafsanni qilib, o'z nafsiga cho'ng tortish uchunla qiladi. Poraxo'rlik birovning haqqini yevlish yoki uning xizmat o'rnini tortib olish yoki uning kelgan omadni o'ziga qartib olish yoki gunohsiz birini qarlash yoki biror jinoyatkorni oqlash yoki uning jinoyatini aniqlatish yoki qandaqla bir da'vo ishida qarshi tarafning haqqini o'ziga qartishdan iborat razil maqsadni amalga oshirish uchun ish ustidagilarga ma'lum miqdorda pul yoki pulga to'xtaydigan narsa berish deganlik bo'lib, parni bergan va olgan har ikkisi Allohning oldida qattiq gunohkor, insoniyat oldida aybkor bo'ldi. Poraxo'rlik eng yomon xiyonatchilik bo'lib, haq huquqlarning zoya bo'lishiga, adolatsizlikka va haqsizlikka, kishilarning manfaatiga nomardlarcha xirs qilishga, ularning haqlariga tajovuz qilishga, tuhmatlarni ortib, ularning obro'yini to'kishga, jamiyat tartibini buzishga, xotirjamlik, omonlik va ishonchning yo'qolishiga sabab bo'lgan intayin qabih va razil qilmish bo'lganligi uchun pora berish yoki ilish islom dinida emas, balki bütün dinlarda ve bütün kanunlarda qat'iy haromdir. Payg'ambar alayhissalom
Allah pari bergichiga, uni alg'uchiga, uning vosita bo'lg'uchiga la'nat qildi deyish orqali parixo'rlik jinoyatining doirasini va jazosini bayon qilgan. Allohning la'natiga uchraganlik oxiratlik nisibasidan butunlay quruq qolganlikdir. İslam ölemolari pari berishdan birli masalani mustasno qilgan bo'lib, u bo'lsa-mu inson o'zining haqqini elish yoki yo'lliq huquqini qo'g'dash uchun pari berishga majbur bo'lib qolsa, boshqalarga ziyon zahmat yetkazmaslik sharti bilan pari berib bo'lsa-mu o'z haqqini qo'g'dab qolsa, gunoh bo'lmaydi deb qaraydi. 15. Sodada aldamchilik qilish. Satmoqchi bo'lgan malning aybini yushirish, yolg'on so'zlash, satmoqchi bo'lgan mallarga boshqalarning markalarini o'g'irlikcha chaplab setish, tarozda yoki o'lchamda kam tortib berish, xaridor emas birini xaridor o'rnida ko'rsatib, uni yuqori bahoda talab qildirish orqali rostil oldigan xaridorlarni aldab tovarlarni setib olish, chorva mallarni setishga elib chiqishdan burun maxsus dorilar bilan yolg'ondan samirtib, xaridorlarning ko'zini bo'yash qatorliqlarning hammasi sodada aldamchilik qilish orqali kishilarga zulm qilganlikdir. Chunki Alloh taolo ey iymon etganlar, bir-biringlarning mol-mulkini harom yo'l bilan yevilmanglar deb to'sqan. Yuqorqi aldamchilik turlarining hammasi kishilarning pul milini nohaq yevilganlikdir. 16. Chaqimchilik. Shaksizki birovni zolim hukmdorlarga ma'lum qilib qo'yish yoki uni boshqalarga yomon ko'rsatish uningga eng cho'ng zulm qilganlikdir. Chunki chaqimchilik birovni ziyonga uchratish uchun uni zolimlarga ma'lum qilib qo'yish yoki ikkisini bir-biriga dushman qilish uchun biri to'g'riliq anglagan bir ikki eg'iz yolg'on gapni ko'ptirib yana biriga yetkazishdir. Chaqimchilik gap to'shishdan iborat suxanchilikdan farqli jinoyatdir. Chunki gap to'shish maqsadsizmi amalga oshadi. Ammo chaqimchilik faqat birini ziyonga uchratishdan iborat razil maqsad bilan ilib berildi. Bir qatimliq chaqimchilikning sababi bilan do'stlar va oilalar o'rtasida o'chmanlik paydo bo'lib, baxtning asosi bo'lgan xotirjamlik, inoqlik buzildi. Chaqimchilikqa qarshi turishning eng unumli chorasi chaqimchining so'ziga quloq solmaslik yoki anglab qolgan taqdirdami uningga ishonmaslikdir. Chaqimchining yomon oqibati haqida Payg'ambar alayhissalom: kimki kishining boshqalar anglab qilishni yoqtirmaydigan so'zini yetkazib qo'ydi ekan, qiyomat kuni uning ikki quloqiga qo'shin qo'yildi deb ko'rsatgan. 17. Ish ustidagilarning qo'l ostidagilarga zulm qilishi. Eng cho'ng va eng qabih zulm ish boshqaruvchilarning xalqqa uval qilishi. Ularning ustiga hokim mutlaq bo'lib bilishi. Ularning erkinligini bo'g'ilishi va ularni ezishidir. Mayli davlat boshlig'i bo'lsin yoki ish o'rnining mas'uli bo'lsin, qo'l ostidagilarga uval qiladigan, haqsizlik qiladigan, ularni bo'zaq qiladigan har qanday shaxs zolimdir. Alloh taolo zolimlarni har xil usullar bilan ibratli holda halok qilib kelgan bo'lib, Firavun, Haman, Qarun va Abu Jahil qatorliqlar ularning misolidir. Firavun o'z vaqtida Isroil avlodining o'g'il boqlarini qirib tashlab, qiz ayollarini qul qilishga farmon tushirib, ularning o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatchilashga qoldiramiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz degan va shunday qilgan. Ammo Alloh taolo uningga ancha ko'p muhlat bermadi va uni ta qiyomatgacha tillardan tushmaydigan shaklda eng ibratli jazoladi. Nihoyat Firavunni va uning qo'shinlarini jazolab dengizga tashlab etdik. Ey payg'ambar, zolimlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Alloh taolo zolimlarni ba'zida bir-birining quli bilan halok qiladi. Zolimlarni qilmishlar tufaylidan bir-biriga musallat qilib qo'yamiz degan oyat bunga ishorat qiladi. Zolimlarning oxiratda tortadigan azobi to'limi qattiq bo'ladi. Biz zolimlar uchun tutun pardalari, ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular ussuzlikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydiradigan noit qiziq suv berildi. Bu nima degan yomon ichimlik? Jahannam nima degan yomon joy? degan oyat buni ifodalaydi. Demak, zolimlar Alloh taolaning la'natiga, insoniyatning qarg'ishiga uchrab turdi. Ularning oqibati ibratli bo'ladi.